Offline darslarimda 10 yildan ortiq shu taomni o'rgatganman. Ovozlar ishtahangizni ochdimi? Bugun retsepti bilan bo'lishmoqchiman. Kefir yoki qatiq, tuz va razrixitelni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Yog' va 2 ta tuxum solamiz. Aralashtirib olamiz, so'ng un solib yumshoqqina xamir qoramiz. Tayyor bo'lgan xamirni 20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun tovuq filesidan qiyma chiqarib olamiz, so'ng mayda qilib qirg'ichdan chiqarilgan piyoz, tuz va ziravorlarni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Singan xamirni xuddi manti, chuchvaralarga yoygandek qilib yupqa qilib yoyib chiqamiz. Kichikroq kosa yoki piyola bilan xuddi videoda ko'rsatilgandek qilib shakl berib chiqamiz. Klar uchun bizga suv, tuxum, yog' yaxshilab aralashtiramiz, tuz va un solamiz. Klarimiz tayyor bo'ldi. Yoyilgan va yumaloq qilib kesilib olingan xamirlarni o'rtasiga tayyor bo'lgan nachinkamizdan qo'yib chiqamiz va ustidan tayyor salomka pechenalarini qo'yamiz. Yaxshilab yopishtiramiz va o'rtasidan kesamiz. Kesilgan joyini bir-biriga yopishtirib chiqamiz. Avval klarga, so'ng non talqoniga yaxshilab botirib olamiz. Tovaga yoki qozonga yog' solamiz. Yog' qattiq qizib ketmasidan o'rtadan pastroq olovda har bir tarafini tillarang qilib bo'g'irsoq pishirgandek qilib pishirib olamiz. Ha, xavotir olmang, ichlari ham yaxshi pishadi. Videoga like bosib, yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizniki mehmonga keling.